Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Arafa kun kirib kelayotgan Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Biz Chexiyada mehnatda. Mana sharoitlar. Yo'lni remont qilyapsa, yo'lni chekasida bir ish qilyapsa, mana qilib ko'chmaslikda bir qo'yib to'xtatib qo'yadi. Mana shu tog'ni ko'chiryapti shekilli. Tabiat ko'ringlar. Mana qaranglar, havo tozaligi. Mana fol orasida ketyapti. Hayitdan foydalanib video tashlab qo'yaman. Endi kechki payt tashlayman. Xudo xohlasa. Salomat bo'lasizlar. Obunachilarimiz ko'payyapti bitta. Hammanglarga rahmat. Ko'rib turaveringlar, davom etinglar kuzatishda. Endi sayohatchi Abuga o'xshab professional darajada emasmiz. Endi Xudo xohlasa mana go'zal bo'lyapti.